Salom do'stlar. Elgaza saytida yana bir bor pulli tronlarimizni yechib olamiz. Profilga o'tamiz. Insirab bosamiz do'stlar. Bu yerda 6 tron bor ekan, 6 tron bosamiz. 1 tron komissiya oladi. Apple bosamiz. Va tronlarimiz yechildi do'stlar. Endi ozroq kutamiz do'stlar. Videoni to'xtatmayman. Video davomida qanday ishlanishini ko'rsatib boraman do'stlar. Birinchi depozit qilamiz. Bu yerga TRX adres beradi. Kopiya qilasizlar. Любой kошелekdan TRC20 adresiga depozit qilasizlar. Minimal depozit 1 tron do'stlar. Lekin qurilmani sotib olish uchun kamida hozir ko'rsataman. Malni bosamiz. Bu yerda 75 tron, 180 tronligi bor, 225. Eng minimal 75 tron depozit qilish kerak do'stlar. 75 tron. Minimal 75 tron do'stlar. Buyoqqa ketaveradi. Maksimal 3000 tron ekan do'stlar. 3000 tron depozit qilsanglar 3% berar ekan. Foydadan. Kutamiz. Yana nimalar bor? Bu yerda bu hali ishga tushgan. Xitoyga qaytamiz. Kunlik mana bu yerga kelib tushadi. Sotib olgandan keyin mana bu yerda ko'rinadi. Har kuni bir kunda bir marta foydalaning. Balansga chiqarib olasizlar do'stlar. Yana endi videoni to'xtatib turaman. Tushgandan keyin videoni davom ettiraman. Mana do'stlar, tronlarimiz kelib tushdi. 6 tron yechgandik, 5 tron kelib tushdi. 1 tron komissiya olgan do'stlar. Mana do'stlar. Videomiz shundan iborat bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.